Oyoqlaringizni ham o'zim yuvib qo'yaman. Uy, kakras tomoncha sho'rlagan. Bistirdan tumarchani to'qib oldingmi? Yo'q, yartak shamol bo'lib turdi, yomg'ir sevaludi, svet o'chib qoldi. Ayniqsa juman boshlangan payt o'chira, o'zingni jigirlar. Sizlar ham 1, 2, 3 svet yon deysizlarmi? Yo'q, bitta paftorini ko'rib olamiz. Parvardacham rostdan ovqatlar shirin qila olasanmi? Men polov pichak baraklarni shunday shirin qilaman, sayrat beraman. Uy, muncha mazza. Ayajon meni tezroq uylantiring, meni barak jegim kelyapti. Barak. Yoqimli ishtaha. Voy o'lmasam kelin, bu ovqatingiz rahmatli bo'lib ketibdi-ku. Kelin, abitga grill dedingiz. Bu grill emas, ko'mir bo'lib qolibdi-ku. Aya dada uzrasizlarmi? Chuchi kelindan sal net ovqat olib qo'yib. Sizlar ovqatlarning o'zi mana edi. Ajoqqa mana edi. Keliningiz o'z qo'llari bilan pishiribdi-da. Shunday shirin bo'lgan jeb ko'ringizlar-da. Ya bularni og'izga kirib ketishini qarang. Voy dardlaringiz qo'l ko'rmasin kelin. Paqlavonim nima bu? Bu